Yana bitta obyektimizda xudo xolasa sokol ishlarini ideal holatda amalga oshirib berganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu yengilcha kafil Qo'qonda chiqayotgan ekan 60-60 mesniy keramogranit bo'ladi. Xudo xolasa birinchi marta ishlatib ko'rdik. Faskalari ham qilingan. Dizayniga e'tibor beramiz. Xo'p, ekonom variantni qilib berganmiz. 60 talik kafilni 50 sm qilib kesib, o'zidan chiqqan 10 sm отходini bonni shapka qilib berganmiz. Xo'p. Ekonomli variantni qilib berganmiz. 60 talik butun listimizni 50 sm qilib kesib, o'zidan chiqqan 10 sm ni uzun qilib zina qilib yopishtirib berganmiz. Eng glavnisi mana bu tagida заводской uchot. Umuman qo'lni kesmaydi bu o'rtoqlar. Mana shu ham idealni bo'lgan. Hamma burchaklari 45 gradusda bo'lyapti, ko'rsanglar bo'ladi. Mana nito qolgan ekan. Hop, qo'lni kesmaydi. Hamma burchaklari 45 gradusda. Ertaga qora fugadan keyin yana ham ideal bo'ladi bular, xudo xolasa. Yana bitta tomoni, hop, bu 10 sm bo'lak chiqyapti. Uni ustiga shapka chiqyapti 3 sm, uni ustiga 4 sm plintus bo'lyapti, xudo xolasa. Plintus, shapka, zina o'zi 4 ta narsa bo'lyapti bitta kafilda. Mana buni ham qo'lni kesmaydigan qilib qo'ldan kelgancha xudo xolasa chaqlab berganmiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi, yon tomonlardan bitta faskalarini qiyshib olib qo'ygan ekan. Faska tekisroq joyi yo'q. Zabardast! Vaqot! Hop. Bu kayfda ekan bolalar. Hop, kafilga e'tibor qilamiz. O'shni bo'lgan, hech qanday pokillamagan, o'zidan chiqqan отходini qo'lni kesmaydigan qilib berganmiz. Hop, bu yerda qilib bergan dizaynimizni 60 talik kafilni 50 sm qilib kesib, o'zini отходini 10 sm ni zina qilib berganmiz. Mana bu tegi umuman qo'lni kesmaydi shunda. Bitta tekis butun ho'li bilan shunaqa bo'lib ketgan, xudo xolasa. Hop, tepasiga 4 sm plintus, 4 sm shapkalarni qilib berganmiz. Mana faskalarni 2 marta o'tilgan. Xudo xolasa ideal holatda bo'lyapti mana. Har bitta burchaklari, mana bu tashqi burchak hammasi 45 qilib ochilgan, ko'rsanglar bo'ladi. Bular ertaga qora fugadan keyin yana ham ochiladi. Va mana bitta yana bitta mehnat bo'lyapti. Zinalarimiz 90 gradusga olib chiqilgan, bunaqasiga ham, bunaqasiga ham. Bemalol kelib tekshirib olasizlar, xolisinglar. Mana pastki zinaga 8 sm, mana bunga 4 sm qo'yilgan, 26, 23 har xil bo'lib yotadi zinalarimiz. Hop, zinaga alohida baho berib qo'yamiz. Tepa qismi hozirgina bitta, tashqi burchaklariga high-tech formatdagi qora nikkellarni qo'yib berganmiz. Hop, zinalarimizga alohida e'tibor qilamiz. Xudo xolasa hamma burchaklar 90 gradusga olib kelindi. Mana 30 ga 60 butun qilib kafil qo'yib yuborildi. Zinalar har xil edi, 26, 27 mana bunga quyganmiz. 3-4 sm dan bunga yon tarafiga ham quyganmiz. Va zinani 30-30 qilib ideal holatda oyoq bosish uchun qilib berganmiz. Buni ham hamma tashqi burchaklari 45 gradusda bo'lyapti, ko'rsanglar bo'ladi. 45 qilib ochilgan, 45 ochilgan. Mana zinamiz ustiga qora high-tech temirlarni qo'yib berganmiz. Seriyaga qora, ashi o'lib qolgan ekan mana. Simmetriyasiga ham alohida baho. Mana butun simmetriyasi. Ota qarang, nima gapingiz turmaymi? Mahalla ishlar, tupida joy bo'ldi. Simmetriyasiga alohida baho beramiz. Ideal holatda kelgan. Moshni bo'lyapti. Mana bu shunchaklari ham mana Даже mana teylariga ham ahamiyat qilib 1 sm gacha cho'tki bo'lgan. Tashqi burchak hammasi 45. Ertaga bitta yaxshi uborka, fuga va 100% holatda bo'ladi. Va yana bitta qilib bergan ishimiz mana padakonlik. Mana nima deyapti? Mana sayqal deb qo'yishadimi kafilchilar mana. Faskamizni endi o'zingiz bitta ko'ringlar yondan. Mana ideal mana barmoni umuman kesmaydi. Bu zavod kafil emas, bu o'zimiz chiqarganmiz. Bu mashina cho'tki sayqallar. Hammasi cho'tki bo'lgan, mana bunisi ham. Yo tarafki padagonimiz ham xuddi shunaqa. Ertaga bitta fuga yana ham ochiladi. Xizmatlar bo'lsin, turasizlar.